Uzoq yillardan buyon o'zbek san'atida yorqin iz qoldirib kelayotgan xonanda, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yaqin kunlarda xalqimiz uchun navbatdagi konsert dasturini taqdim etadi. Ayni kunlarda san'atkor jarayonlarga qizg'in tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu gal sahnada ijrochining yangi 2 taronasi ham premyera qilinadi. Tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishgan muxbirimiz Farangiz Karayeva tafsilotlar bilan bo'lishadi. Har yili muxlislar tomonidan intizorlik bilan kutiladigan konsert dasturiga repetitsiya jarayonida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun 2 yangi premyera namoyish etildi. Konsert dasturi bu yil O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova tomonidan 19 kun davomida taqdim etiladi. Shuningdek, tomoshabinlar uchun kun davomida qo'shimcha ravishda 4 ta kunduzgi seans ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bu paytlarda 80% qo'shiqlar yig'latadigan va hammasi ma'noli bo'lardi. Hozir ko'proq anaqa beramiz. Yoshlarimiz hozir ancha sabrsiz bu masalada. Dunyo chunki o'syapti-da. G'ildirak juda ham tez aylanyapti. Zamon bobo kutmayapti bizni. Lekin yoshlar ham o'zini topayapti, masalan, o'sha qo'shiqlar. 20-30 kunlab Toshkent shahrida har yili konsertlar berasiz. Viloyatlarda va yoki chet ellarda ham qilishni reja bormi? Chet ellarda bo'lyapti. Chet elliklarda o'zi chiqadi konsertlar. Lekin hozir ko'ryapsiz, dunyo notinch. Dubaydagi konsert majbur biz qoldirildi. Kim bor rejada? Rejalarda albatta bor. Mas'uliyat talab etadigan konsert uchun olib borilgan puxta va uzoq tayyorgarlik Yulduz Usmonovani biroz charchatib siqilganini ham aytishiga sabab bo'ldi. Har kuni charchayapsizmi deyapsiz? Men siqilyapman. Dori ichaman, siqilmaydi, boshqa qilaman. Bolalarim bilan o'rtaga chiqyapman-da, tasavvur qilyapsizlarmi? Agar meni svetimni esla aytdi, rosa zo'r lazr qiluvdi deb birov oilada eslamaydi. 7 dan 70 gacha, 80, 100 gacha eslayapti. Demak, qo'shiqlar yashayapti. Men qo'shiqlar yashash tarafdoriman. Men. Agar Alloh bergan ne'matidan oldin qiyinchilik bo'lsa, 5 ta eshik o'zi bekiladi. Ashunda tayyor tursa, eshik ochiladi, juda katta ne'mat. Men qancha qiyinchilik ko'rgan bo'lsam, mana bu kunlar bor ekanda. San'atkor har doimgidek muxlislari uchun unutilmas konsert dasturini taqdim etishga tayyor.